Xorijlik mashhur kishilarga uyushtirilgan suiqasdlar haqida ko'p eshitamiz. Afsuski, ayrim o'zbek san'atkorlari ham bunday ko'ngilsiz vaziyatga tushishgan. Yaxshi hamki, g'araz niyatdagi insonlar maqsadiga yeta olmagani va qonun oldida javob bergan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Yulduz Usmonovaga suiqasd uyushtirildi. To'ylarda pichoq tiragan, pistolet o'qtalgan paytlari juda ko'p. Hatto Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert beradigan kunim kelib, ulush berasan, bo'lmasa otaman deb ham qo'rqitishgan. Ularga yo'q bermayman deb bo'lmasdi. Xo'p, boshlig'ing kim, uchrashtir derdim. Osonlikcha taslim bo'lmasdim. U paytda mushtumzo'rlar juda ko'p edi. Seni kislataga tashlaymiz derdi. Osonlikcha taslim bo'lmaganman. Qo'rqitishlar ham bo'lgan, juda qoidasiz, qiyin vaqtlar edi deydi Yulduz Usmonova ushbu kunlarni eslar ekan ko'ziga yosh olib. To'ylar bilan bog'liq ko'plab qiziqarli voqealar bo'lgan. Bunday holat Mirzabek Xolmedovda ham kuzatilgan. Hozir-ku san'atkorlar to'yga emin-erkin borib kelishadi. Avvallari esa to'yda xonanda yoki qiziqchiga qitmirlik qilish odatga aylangandi. Mushtumzo'rlar to'y yakunida istagan xurramcha qiliqlarni qilardi. Mast alastga aka sizniki to'g'ri deb turishdan boshqa iloji yo'q edi. Eng yomoni 1988-1989 yili to'pponcha bilan qo'rqitish urf bo'lgan. Bir kuni to'yda xizmat qilayotgan ikki erkak kelib chetroqqa o'ting gap bor degan. Ular meni o'zlari bilan boshqa to'y xizmatiga olib borishni istashgan ekan. Yo'q, xizmatdaman deyishim bilan kostyumining ichidan cho'ntagidan to'pponcha ko'rsatgan. Xullas, shunday to'ylarda pishib Mirzabek Xolmedov bo'lganman deydi qiziqchi. Ozoda Nursaidova hayotida kutilmagan sarguzashtlar hamisha bo'ladi. Bunga o'rganib ham qolgan. O'tgan yilgi Yakkaxon konsert dasturining 4-kuni g'aroyib voqea sodir bo'ldi. Sahnada aynan men harakatlanadigan joyga yog' surtib qo'yilgan ekan. Yaxshiki biror ko'ngilsizlik sodir bo'lmasin. Avval buning oldi olindi. Bu kasallik hech qisi yo'q. Eng muhimi muxlislarimning mehri. Ularning qo'llari bunday sarguzashtlar ta'sir qilmaydi deydi xonanda Ozoda Nursaidova. Shuningdek, janob Rasulga ham suiqasd uyushtirilgan. 2019-yili to'ydan qaytayotganimizda juda g'alati voqea sodir bo'lgan. O'shanda Alloh bizni o'limdan saqlagan. Xullas, to'ydan yaxshi kayfiyatda chiqib Buxoroning Betonka yo'lidan ketayotgandik. Bu yil tekis bo'lgani uchun mashinamiz 150-170 km tezlikda harakatlanardi. Bizda mashinamiz qattiq silkindi. Qo'rqib mashinani to'xtatganmiz. Qarasak, orqa balon qiyshayib qolgani va balonni mustahkamlovchi 5 ta boltdan 3 tasi chiqib ketgan bo'lgan. Aslida u mashinaning balonini bo'shatish oson emasdi. Uni biladigan odam xizmatda ekanimizdan foydalanib, shunday qilgan deydi gumon qilgan. Agar o'sha ikkita bolt ham chiqib ketganida mashina ag'darilardi. Xudo sizlarni asrabdi deyishgan mashina ustalari. O'ligimiz kimgadir kerak bo'lgan deydi xonanda janob Rasul. Munisa Rizayeva ham ushbu holatlardan chetda qolmagan. To'yda qiziqarli voqealar bilan birga xavfli vaziyatlar ham bo'ladi. Chunki kimning nima maqsadda ekanini bilmaysiz. Keyingi paytlarda yoshlar orasida pichoqbozlik holatlari ko'payib ketgan. Ilgari yigitlar urushish paytida pichoq chiqarishsa o'zining urusha olmaysanmi deb mazax qilishardi. Hozir aksincha, oldida pichoq olib borish obro'dek bo'lib qolgan. Yaxshi hamki bunday vaziyatlarni oldini oladigan, ularga qarshi chora ko'radigan ichki ishlar xodimlari bor. 2 marta qo'riqchimni pichoqlashgan. Bittasining oyoqlariga tiqilgan pichoqni ko'rib qo'rqib ketganman. Yaxshiyamki ularni tez kasalxonaga olib borganmiz. Bu ishni qilganlar esa tegishli tartibda javobgarlikka tortilgan. Bunday vaziyatlarga ko'p uchraganim uchun ko'nglim bo'lmagan to'yxonada qo'shiq kuylamayman. Chunki ko'nglim bo'lmay kirgan to'yxonada mushtlashuv yoki hech bo'lmaganda chiroq o'chishi bilan bog'liq vaziyat bo'ladi deydi xonanda Munisa Rizayeva. Shuningdek, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan yana ko'plab san'atkorlarning joniga suiqasd uyushtirilgan holatlari kuzatilgan.